dengizni umuman ko'rmagan, dengizga bir marta kemada chiqmagan odam dengiz haqida maqolalar o'qiydi, videoroliklarni ko'radi, suratlarni tomosha qiladi. Xo'p, yaxshi. Shu bilan dengiz cho'p qoldimi endi u? Ana oddiy misol. Yo'q. Bular uning kallasidagi quruq ma'lumot xolos. Bugun bor, ertaga yo'q. Dengizga chiqsin, buni o'rniga suvga tushsin, to'lqinlarni ko'rsin, bir amatda bir cho'kib ketishga yaqin bo'lsin, dengizni, okeanni kuchini, quvvatini ko'rsin. Shundan keyin u dengizni nimaligini bilib oladi. Mana shu ilm haqiqiy ilm bo'ladi. Chunki nima orqali olindi u ilm? Tajriba orqali. Shuning uchun aytayapmiz-da. Sizga nasihat qilayotgan odamni gapi qalbingizga kirmayotgan bo'lsa, bilingki quruq ma'lumot. Endi sizga gapiryaptimi? Qalbingizga tushyaptimi loppa-loppa qilib? Demak, boshidan o'tkizgan.